Ko'pchilik holatlarda jinsiy aloqalar ham pasayib boradi, kamayadi bir xillar. Bu normal holat emas, patologik holat. Navbatdagi savolimiz 8-savol. Tekshiruv va davolash maxfiy bo'ladimi? Birinchi prostatit belgilari ko'proq bo'ladi. Hozir prostatitlar rosa ko'p, ayniqsa yoshlarda ham ko'p. Unda shifokorga kelib, uni tuzatish kerak. Mana shu tahorat oladigan namozxona beraman. Обязательно. Buni hozir uyat joyi yo'q. Sochiq bilan yurish kerak обязательно. Tahorat qilgandan keyin обязательно quritish kerak. Endi erkaklarga tavsiyamiz shu kasallik belgilari dastlab boshlanishidan yashirmaslik kerak, kelish kerak, Uyalmaslik kerak. uyalmaslik kerak, murojaat qilish kerak. Tekshiruv tez va oson bo'ladi. Davo choralari ham og'riqsiz dastlabki holatlarda, tez holatlarda tuzaladi. 45-50 yoshlardan keyin boshlanadi. Asosan shu 50 yoshdan keyin 60 atroflarida ko'proq uchraydi. Xo'p, avvalambor assalomu alaykum Sherzod aka, salomatmisiz? Charchamayapsizmi? Alaykum assalom, xush kelibsiz. Sherzod aka, bugun aynan erkaklardagi ko'proq uchraydigan prostata adenomasi haqida bo'ladi. Ko'pchilik insonlarda og'riqli savollarni to'plab kelganman. Shular bo'yicha navbati bilan berishni boshlayman. Siz esa o'zingiz tajribangizdan kelib chiqqan holatda savollarga qisqa, lo'nda, tushunarli holatda javob bersangiz, yana ham kuzatuvchilarimizga foydali, manfaatli bo'lar edi. Xo'p, bo'lmasa boshlaymiz. Birinchi savolim, doktor, prostata adenomasi degani o'zi nima deb savol berishdi. Shu haqida ham ko'proq, to'liqroq tushuntirib bersangiz, bilmaydigan insonlar ham bor ekan. Prostata bezi adenomasi siddiy yo'lda joylashgan prostata bezini kattalashishi va siyishga to'sqinlik berish. Qisqacha lo'nda ma'nosi shu. Aytadigan bo'lsak, ikkinchi savolimiz, qaysi yoshdan keyin bu muammo ko'proq uchraydi? Prostata adenomasi 45-50 yoshlardan keyin boshlanadi. Asosan shu 50 yoshdan keyin 60 atroflarida ko'proq uchraydi. Demak, yoshi kattalarda uchraydigan Yoshi kattalarda kasalliklardan biri ekan. Tushunarli. Buni asosiy sababi nima endi yoshi kattalarda uchrashi? Nimaga yoshlarda emas, yoshi kattalarda bo'lyapti? Endi xalqimiz uchun qisqacha soddaloq tushuntirish uchun yoshi kattalarda bo'lishiga sabab prostata bezini o'zi bilan bog'liq bo'lgan holatlar. Yoshi katta bo'lib borgan sari odam kam harakat bo'lib boradi. Ko'pchilik holatlarda jinsiy aloqalar ham pasayib boradi, kamayadi, bir xillar почти to'xtaydi. Mana shu holatlarda bez kattalashish kuzatiladi. Shuning uchun yoshi katta odamlarda ko'proq uchraydi. Tushunarli. Xo'p, navbatdagi savolimiz, qanday belgilari prostata adenomasi bo'lishi mumkin? Qanaqa belgilari bor o'zi? Qanday bizda bo'ladi? Prostata adenomasining dastlabki belgilari tez-tez siyish, tunlari kechalari turib siyishga turishi bezovtalik, ozoz siyish, to'liq siyish hissi bo'lmasligi, naporda pasayishi, shular dastlabki bosqichlar. Tushunarli. Xo'p, 4-savolimiz, ko'pchilik uyalyapti. Bu normal holatmi? Ko'pchilik bemorlar bu haqida aytishga, savol berishga ham hatto uyalashyapti. Yo'q, bu normal holat emas, patologik holat. Normal holat qachon bo'ladi? O'ta ko'p suyuqlik ichsa, bir marta, yarim marta siyish qatnashi ko'payishi mumkin. Sovuq ichsa, yozga nisbatan qishda ko'proq qatnashi mumkin. Lekin kechalari turib bezovta bo'lishi bu patologik holat. O'ta ko'p qatnashi ham patologik holat hisoblanadi. Bu uyatli joyi yo'q. Hamma tirik jonzot borki, siyadi. Bu siyishda o'zgarish bo'lishi bilan siraz shifokorga murojaat qilish kerak. Buni sababini topib, bartaraf qilish kerak. Bo'lmasa keyin shu kuchayadi kasallik. Oxiri shu operatsiyagacha borishi mumkin, yashirish oqibati. Tushunarli. Hop, 5-savolimiz, prostata adenomasi aniqlangan bemorlar albatta operatsiya qildirish shartmi? Endi uni bosqichlariga, darajasiga, prostata bezini qanchalik kattalashgan grammlariga bog'liq. Boshlang'ich stadiyalarida lichina dori bilan davolash ham mumkin. Endi boshlangan paytlarda. Endi boshlangan klinik simptomlar endi boshlangan paytda konservativ lichina qilish ham mumkin. Endi og'ir darajalarda operatsiya qilish kerak. Og'ir darajalarda 2-3 keyingi bosqichlarda shikoyatga qarab operatsiya qilish mumkin. Tushunarli. Xo'p, 6-savolimiz, agar davolamasa, u nima bo'ladi? Qanaqa holatlarga olib kelishi mumkin? Davolanmasa yurib oxiri borib siydik tutilishi, o'tkir siydik surunkali, keyin o'tkir siydik tutilishi, shu selmay qolish. Eng og'ir holatlar oxirgi nuqtasi esa selmay qoladi shu.
Baribir keladi, iloji yo'q keladi. Iloji keladi. Selmay qoladi, keladi. Unda ish ko'payadi. Aha. Qo'g'iga necha qo'yish kerak, ishlaylarda yurish kerak ma'lum vaqt. U selmay qolguncha bemor ancha yurib qo'yadi-da. Kamida 2 yil, 3 yil, 4 yil vaqt kerak ular ungacha prostat boshlangandan. U selmay qolganda kelganda qo'g' hajmi kattalashib ketadi. Ha, to'planib ketadi-da, to'g'ri. Uni operatsiya qilib bezni olish uchun qo'g'ni ilgari holatiga kelish kerak, keltirish kerak. Buning uchun kindigidan shiklan qo'yib, oylar kerak bo'lsa yillab shiklanida yurish kerak. Chunki bezni olgandan keyin kasal siyish kerak-da. Kasal siyib qo'g' qisqarish uchun qo'g' o'zining holatiga kelish kerak. Xullas ish ko'payadi-da. Yurgan sari ish ko'payadi. Vaqt tomonlama ham moddiy tomondan ham har tomonlama ziyon bo'ladi. Ko'payadi. Demak, kasalni vaqtida oldin olgan miymatda Albatta. yaxshi davolatgandan ko'ra. Tushunarli. Xo'p, navbatdagi savolimiz, 7-savol. Tekshiruv og'riqli bo'ladimi? Prostat adenomasi bor yoki yo'qligini tekshirish jarayonlari. Yo'q, tekshiruvlar og'riqli bo'lmaydi. Oddiy zamonaviy usullar hozir juda bunaqa bo'lib ketdi hozir. Apparatlar bor. Hech qanaqa manipulyatsiyalarsiz Og'riqsiz bemor tekshirib mumkin bemalol. Tushunarli. Navbatdagi savolimiz 8-savol. Tekshiruv va davolash maxfiy bo'ladimi? Shunaqa savollar ham kelishibdi, chunki hammaga ham ochiqlash shart emas degan bemorlarimiz ham bor ekanda endi. Albatta maxfiy bo'ladi. Har bitta meditsinada har bitta bemorda holati maxfiy bo'ladi. Tushunarli. Xo'p, 9-savol. Qachon shifokorga ko'rinish kerak o'zi aslida? Endi hozir sog'lom yurgan odam biz o'zbeklar hech qachon sog'lom yurib doktorga kelmaydi. Shundan kelib chiqib har yil tekshirib ko'rish kerak desak noto'g'ri bo'ladi, lekin hozir dastlab simptom boshlanishi bilan shifokorga kelish kerak. Dastlab o'sha siyish tezlashadi yoki achishadi. Birinchi prostatit belgilari ko'proq bo'ladi. Hozir prostatlar rosa ko'p, ayniqsa yoshlarda ham ko'p. Darhol shifokorga kelib, uni tuzatish kerak. Siyishda achishish, tez siyish. Shu alomatlar paydo bo'ldimi o'zi sirazi siyib olgandan keyin yana tomchi kelib qolish hissi, oxirgi siymaslik hissi, mana shular. Albatta, bu ham namozxon akalarimizga ham noqulaylik bildirsa kerak, chunki tahoratni buzib qo'yish holatlari ham, demak, prostat adenomasi bor ekanlarda ham bo'lishi mumkin. Chunki ko'pchilik holatda iloji yo'q sovuqroq suvga tahorat qilish natijasida kelib chiqadimi prostat adenomasi? Keladi, bo'ladi. Demak, suv tahorat qiladi, keyin ko'pchilik shunaqa savol beryapti. Misol uchun, tahorat olamiz, tahorat olgandan keyin shu tomchilik holati bo'lib qolyapti. Nima qilsa bo'ladi? Uzoq yuradi. Mana shu tahorat oladigan namozxon aka-ukalar ham обязательно buni hozir uyat joyi yo'q. Sochiq bilan yurish kerak обязательно. Tahorat qilgandan keyin обязательно quritish kerak. Ho'l holatda yurmas kerak. Sovuq suvga tahorat qilish kerak hozirgi paytda. Eng qiziq holatlarda, sovuq holatlarda. U tahorat qiluvchi ketib bilinmaydi, lekin u nam quriguncha u ta'sir qiladi-da, u prostatga. Quriguncha ziyon bo'lib qoladi. Quriguncha u ishini ko'rsatadi. Ham sog'liqqa ham namozga ham bu narsa ta'sir qilar ekan. Tushunarli. Sherzbek aka, oxirgi savolim, erkaklarga oxirgi tavsiyangiz qanday bo'ladi? O'sha videomiz eng oxirgi savoli bo'ladi. Endi erkaklarga tavsiyamiz shu kasallik belgilari dastlab boshlanishidan yashirmaslik kerak, kelish kerak, uyalmaslik kerak, uyalmaslik kerak, murojaat qilish kerak. Tekshiruv tez va oson bo'ladi. Davo choralari ham og'riqsiz dastlabki holatlarda, tez holatlarda tuzaladi. Xo'p, ana shunaqa shu kabi bemorlarimiz bo'lsa, vodiy bo'yicha, Andijon, Namangan, Qo'qon, ko'priklar bo'yicha ko'rayotgan kuzatuvchilarimiz bo'lsa, aloqaga chiqib kelishsa, bu yerda ish grafiklari qanaqa bo'ladi? Sizning ko'rigingiz yozilsa bo'ladimi? Bemalol onlayn, offlayn yozilsa bo'ladi. Bemalol kunda xohlagan kuni biz почти har kuni ishdamiz. Ish ko'p, operatsiyalar ko'p. Shanba, yakshanba har kuni ishdamiz. Bemalol murojaat qilib kelish mumkin. Zamonaviy eng oxirgi usulda davo choralarini tez va sifatli ko'rsatamiz. Yana urologiya bo'yicha yana qanaqa operatsiyalarni amalga oshirasiz? Shu bo'yicha aytib o'tsangiz, kimgadir foydali kerakli bo'lishi mumkin, chunki shunaqa muammosi bor bemorlarni ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Telefonlashib, aloqaga chiqib, konsultatsiyangizni olish uchun kelishlari mumkin-da. Biz urologiya bo'yicha
buyrak, e, Buyrakdagi toshlar. buyrak tosh kasalliklari, umuman siy tosh kasalliklari, bularga endi buyrak toshlari, qo'g' toshlari, siyma-siydi yo'l toshlarini lazerni endokrinologik tabiiy yo'llardan va kam tirqishli, kam kesma tirqishlardan toshlarni lazer yordamida olish, prostata bezi adenomasini kesmalarsiz tabiiy yo'ldan olish, keyin qo'shimcha traditsion varikoselli, vodyanka, sunnatlar, shu kabi urologik hamma operatsiyalar qilinadi. Shu yerda o'zi sunnatdan qilish xizmatlari ham bor Xizmatlari bolajonlarimizda. albatta. Juda ham yaxshi. Bergan javoblaringiz uchun rahmat kattakon. Xudo xolasa ko'rgan kuzatuvchilarimizga foydali, manfaatli bo'ldi deb o'ylayman. Kelgusi sonlarimizda ham shu kabi foydali, manfaatli videolarda ma'lumotlar berib qolasiz degan umiddamiz. E'tiboringiz uchun rahmat hammaga. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bizga qanaqa savollar bo'lsa kommentariyada yozib qoldirishlaring mumkin. Biz xalqimizga yordamimiz tekkanidan mamnunmiz.